Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Robbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Ey inson, agar ularning biri yoki har ikkisi huzuringda keksalik yoshiga yetsalar, ularga uf dema va ularni jerkima. Ularga doimo yoqimli so'z ayt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Mazkur suhbatlarimizni ko'rib borayotgan muxlislar, ana muborak Ramazon oyini fazilatli kunlarda sizlar bilan diydor ko'rishni Alloh nasib etdi. Bu kunlarda qilinayotgan ibodatlarimiz, yaratganning dargohiga qilib turgan iltijolarimiz, duolarimizni benuqson yaratgan dargohiga qabul etsin. Xalqi xizmatida bo'lganimizda turli xil turkum suhbatlar xalqimizning hukmiga havola qilinganda onalar to'g'risida gapirdik. Onalarning fazilati to'g'risida gapirdik. Farzandni zimmasidagi onaning haqqi to'g'risida ko'p gapirdik. O'ylab qarasam, dunyoga kelishimizga sabab bo'lgan, tong qorong'isidan tun qorong'isigacha xizmat qilib, uyim, joyim, farzandim, bolalarimni orzu-havosi deb xizmat qilgan otalar to'g'risida ko'p gapirmaymiz. Ota farzand ko'rganda qandoq xursand bo'lsa, aqiqalar qilib elga osh bersa, farzand ham otani xuddi shunday yaxshi ko'radi. Ota vaqti kelganda ustoz, ota vaqti kelganda ulfat, tong otar suhbat qiladigan, suhbatga to'ymaydigan do'sting. Ota vaqti kelganda sirdosh, sirlaringga sirlashadigan. Ota vaqti kelganda dardkash, boshingga musibatli kunlar kelganda yoningdagi oshna og'ayni, yor birodarlar oyog'ini tortib ketganda ham bolam deb turadigan mana shunday otalar bir kun dev kelbat bo'lgan, kuch-quvvatga to'lgan, qo'lidan ko'p xizmat keladigan otalar ko'zimizning oldida hassaga tayanadigan bir davrlar keladi. Ana o'shanday paytda farzandlar qo'lidan kelgan xizmatni ado etadi. Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis borki, 3 xil duo bor, qabul bo'lmasdan ilojisi yo'q. Shu duolardan birinchisi ota-onani farzandni haqqiga qilgan duosi qabul. Ayniqsa otaning duosi tez qabul bo'ladi. Ikkinchisi zulmda yurgan mazlumning duosi qabul. Uchinchisi musofirning duosi yaratganning dargohida ijobat bo'ladi. Shuning uchun mana shunday bir ulug' kunlarda, fazilatli kunlarda otasi hayot bo'lgan yor birodarlar otalarning duosini olib, xizmatini qilib qolishlik. Farzandning zimmasidagi haqlardan birinchisi taomdagi haq. Mana Ramazon oylarida turibmiz. Iftorlik paytlari bor, saharlik paytlari bor. Choy bilan, non bilan saharlik qildik, iftorlik qildik degan otalarni eshityapmiz. Qo'limizdan kelgancha shularni ko'ngli tusagan noz-u ne'matlarni dasturxonning ustiga qo'yib, iftorlik qildirish, saharlik qildirish o'g'illarning zimmasidagi haqlardan bittasi. Ikkinchisi ko'chaga chiqqanda otani oldiga tushmaslik. Ya'ni yo'l yaxlagan bo'lsa, qorong'i zulumotli kechalar bo'lsa, muhofaza sifatida farzand oldinga tushishga haqlik, lekin qolgan paytda otani orqasida yurishlik. Uchinchi haq, agar farzand allomai zamon bo'lsa ham, hofizi Qur'on bo'lsa ham, ilmda yetilgan olimlarning qatoridan joy olgan bo'lsa ham, namozda imomlikka o'tayotgan paytda otaga dalolat qilishlik. Ota, siz imomlikka o'ting, orqangizdan biz ergashaylik, orqangizdan biz iqtido qilaylik. Negaki shu olimni dunyoga kelishiga sabab bo'lgan, o'qitgan, ilm bergan, ana shunday bir darajalarga yetkazgan otalar. Ana undan keyingisi libosdagi haq. Chiroyli bir liboslarni kiygizib,
ko'chalarga chiqarishligimiz, jamoatda yuramiz, namozda jamoatda otaxonlarni ko'ramiz. Bo'yniga tillodan zanjir taqqan ayrim aka-ukalarimiz, xorijiy davlatlarning mashinalarini mingan ayrim aka-ukalarimizni otalari ko'chaga chiqqanda odam uyaladigan bir holatlarni guvohi bo'lamiz. Alloh rahmat qilsin, marhum ustozimiz Fozil Qor aka boshlaridan o'tgan bir sinoatni hikoya qilgandilar. Poytaxtimizdagi Said Vaqqos ota masjidida imom bo'lib turgan paytim bir xonadonda ehson, xatna to'yi munosabati bilan ehson bo'ldi. Ehsonga kirdik. Ehsonga kirsak, to'y qilayotgan yigitning otasi oxiri to'kilib ketgan bir eski to'ppi, eski bir choponni kiyib bir chekkada o'tirganlarni ko'rdim. Juda ham ko'nglim buzilib ketdi. Ehsonni o'tkazgandan keyin men iltimos qildimki, mana shu to'y qilayotgan yigitni ko'rsak bo'ladimi? Ko'rsak bo'ladi. To'y qilayotgan yigit oldimga keldi. Ukam, ertaga tong otsa butun mahallaga osh berasiz. To'y qilayotgan bolangizni yoshlari necha yosh? 3 yashar. 3 yashar bolaga shuncha orzu-havas qilyapsiz ota bo'lganligingiz uchun. Lekin siz ham unutmang, sizni ham onangizdan keyin o'gay onani ravo ko'rmagan, bolamni ko'zdan yoshi oqmasin deb shu darajalarga yetkazgan, o'qitib, odamlarni qatoriga qo'shgan otangizni hayotligi esingizdan chiqmasin. Otaman to'y qilyapman deb bitta do'ppi kiygizib qo'ysangiz, yo otaman to'y qilyapman deb bir yangi chakmon ustiga yopsangiz, arzimagan narsa bilan shu insonni ko'ynini olgan bo'lardingiz. Lekin biz bu holatni aksini ko'rib, juda ham achindik degan gapni jamoatning oldida gapirgan ekanlar. Xalqning oldida mulzam bo'lgan farzand o'zini e'tiborsizligi, otaga bo'lgan munosabati yo bo'lmasam farosatsizligidan uyalgan farzand ertasi kuni otaga bo'lgan munosabatni ijobiy tomonga o'zgartirgan ekan. Bu hammamizga dars bo'lsin. Hozir hayot yurgan otalar ertaga tarixga aylanadigan, otalar erta-indin dunyodan o'tgandan keyin afsus nadomat chekadigan kunlar boshimizga kelmasdan oldin chiroyli suratlarda ko'chalarga chiqarib qo'yish o'g'illarni zimmasidagi haqlardan bittasi. Rivoyatlarda keltiriladi, bir odil podshoh o'tgan ekanlar. Zamonalari saodatli bir zamon bo'lgan ekan. O'g'illari shahzoda, allomai zamon, hofizi Qur'on, balog'at ilmi, fasohat ilmini olimlaridan bo'lgan yigit ekan. Jamoatni yig'ib, odil podshoh o'g'illarni yonlariga chaqirdilar. Shahzodani yelkalariga qo'llarini qo'yib turib savol qildilar. Bolam, sen zo'rmisan, men zo'rmanmi? Shahzoda men zo'rman degan javobni qildi. Odamlar hayron. Kutilmagan javob. Ikkinchi marotaba yana savol qildilar. Bolam, sen zo'rmisan, men zo'rmanmi? Ota, men zo'rman. Qanaqa qilib sen zo'r bo'lishing mumkin? Men tufayli dunyoni ko'rgan bo'lsang, ilm bergan bo'lsam, o'qitgan bo'lsam, kamarimga qadalgan toshlarni o'zi dunyoni sotib oladigan imkoniyatga ega bo'lsa, qanaqa qilib sen zo'r bo'lasan? Uchinchi marotaba shahzodani yelkasidan otasi qo'lini oldi. Otani qo'llari uzildi. Bolam, sen zo'rmisan, men zo'rmanmi? Shahzoda javob qildiki, ota, endi siz zo'rsiz. Odamlar kuzatib turgan ekan. Ey shahzoda, farosating yetmadimi? Otangni zo'rligini bilarding-ku. Nimaga birinchi savol berganda siz zo'rsiz degan javobni qilmading deganda jamoatga qarab turib shahzoda aytgan ekan. Biringlar olimsizlar, biringlar fuzalo, biringlar ulamo, biringlar hofizi Qur'on, biringlar allomai zamon. Mani farosatim yetgan narsaga sizlarni farosatinglar yetmadi. 2 marotaba men zo'rman degan javobni qildim. Negaki otamni qo'li yelkamni ustida turgan edi. Qaysi o'g'illi yelkasida otani qo'li tursa, o'sha o'g'il zo'r. Joy namozlarda turib, Allohga bolamni topshirdim degan otang bormi, sen zo'rsan. Boshingga musibatlar kelganda musibatingga sherikman degan otang bormi, sen zo'rsan. Yori birodar, oshna og'aynilar oyog'ini tortib ketganda ham bolam deb yoningda turadigan otang bormi, sen zo'rsan. Yiqilsang qo'lingdan tortadigan otang bormi, zo'rsan. Ko'zingdan yoshing oqqanda ko'zingni yoshini ortadigan otang bormi, sen zo'rsan. Otang dunyodan ketgan kuni farzandni zo'rligi qolmaydi. Qanot singanday bo'ladi.
burchay-burchaylarga o'tib, to'yib yig'laydigan bir davrlar keladi. Yelkangda turgan otani qo'llarini qumsiysan. Otani qo'llarini yuzingga surgin keladi, lekin bu qo'llar chiri bo'lgan bo'ladi. Bu qo'llarni topa olmaysan, gardini ham topa olmaysan. Mana bugun shunday bir ulug' kun, ulug' oy, duo qabul bo'ladigan, otalar duo qilsa qabul, onalar duo qilsa qabul bo'ladigan, ha saharlik bo'lsin, ha iftorlik bo'lsin, otalarning duosidan farzandlar foydalanadigan, bahramand bo'ladigan daqiqalarni g'animat bilib, otalarimizni duosida barqaror bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siyrat manbalarida keltirilishicha, bir sahibiy yigit Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shikoyat qilib kelibdi va otam qarib juda bebosh bo'lib ketganlar. Aqldan ozganlarmi deb qo'rqaman. Uyimga kelib, qo'llariga nima ilinsa, shuni olib chiqib ketaveradilar, deb otasidan shikoyat qilibdi. Sarvari koinot sallallohu alayhi va sallam otani chaqirtirdilar. Huzurlarga kelgan qari, bechora hol, ust-boshlari xarob odamdan o'g'lingning gaplari to'g'rimi deb so'radilar. Ha, to'g'ri dedi chol. Men o'g'limni o'zim tarbiya etganman. Onasi barvaqt vafot etgan edi. O'zim yemay o'g'limga yedirdim. O'zim kiymay o'g'limga kiydirdim. Qariganimda boqar deb umid qildim. Ammo u berahim chiqdi. Mendan xabar olmaydi. O'zim uyga kelib, qo'limga ilingan narsani olib chiqib sotaman-da, puliga ovqat olib yeyman. Yo Rasululloh, bu ishim durustmi yo durust emasmi? Otaning bu gaplarini eshitib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'g'lining yelkasidan mahkam ushladilar-da, topgan narsalaring, hatto seni o'zing ham otangning mulkidir. Agar topgan mulking yetmasa, otang seni o'zingni sotib, pulini yemoqlikka haqqi bor. Sen o'ylamaginki, topgan mulklarimga o'zim egaman-u, otamning unga aloqasi yo'q deb. Hammasiga otang egadir, deya marhamat qildilar.